Avtorskiy proyekt asosida qurilgan uylar to'g'ri juda ham ko'p, lekin bunaqasi o'rtoqlar bitta bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yakkasaroy tumani Salomatinida joylashgan, umumiy yer maydoni 208 sotuv yer maydoniga ega bo'lgan shunaqa avtorskiy proyekti qurilgan, o'zini mebel texnikalari bilan birgalikda hammadan ajralib turishingiga sabab bo'ladigan uyimizning obzoriga keldik o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek, biz уже hovli qismidamizda, high-tech uslubida qurilgan uyimizni shundoq kirishida basseynlari mavjud. Undan tashqari shunaqa zeleniy zonalar qilib qo'yishgan, alohida ahamiyat berib ketasizlar. Bu yoqda bo'lsa bitta mashina uchun joy bor, undan tashqari ko'cha qismida ham bitta mashinaga joy mavjud. Bu yoqda yozgi hojatxona, ya'ni hovli uchun mo'ljallangan hojatxona, bu yoq tarafda bo'lsa yozgi oshxonamiz mavjud. Uyimizni video obzorini oxirigacha ko'rishinglarni maslahat beraman, chunki bunaqa obzor faqat bir marta bo'ladi.